Xo'sh. Hamma kirganlarga salom, 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 salom. Bemalol kiraveringlar. Xullas do'stlar, o'zi juda ko'p joyda aytdim, чтобы hamma to'g'ri tushunishi uchun. No, yana efir ham qilib vaziyatni obunachilarimga to'liq tushuntirib ketishni o'zimga shu bir muhim ish deb bildim. Xo'p. Vaziyat nima haqida? Davайте kelinglar qilamiz. Ya'ni YouTube mana Darknet video mo'jab tashadi. Lekin shu bilan video chiqmaydi degan emas. Albom video chiqaramiz, bilasizlar. U darajada bir lo'xodan emasman. Davайте fonga muzika qo'yamiz. Shunaqangi bir yomon bir vaziyat ishoninglar. Eng qizig'i xuddi shu vaqtda obunachilarni ishonchini yo'qotish uchun eng qo'rqinchli narsa. Shuning uchun ham o'zim shuncha chiqolman, mas'uliyatni bo'ynimga olib, sizlarni oddiylikka chiqib, muhim obunachilar meni noto'g'ri tushunib qolmasin. Mana qanaqadir bir aldayotgan yoki bir haypajor tushunib qolmasin deb oddiylikka chiqib qolman do'stlar. Voy, блядь, nima bu? Вот. Bile muzikaga qaraydi. Такой драматичный muzika topib qo'ydim. Короче, вот. To'g'risini aytsam, birinchi marta o'zimda ham bunaqa bo'lishi. Umuman o'zimda bunaqa bo'lmagan, ya'ni YouTube videomni hech qachon YouTube'ni o'zi o'chirib yubormagan. Mana hozir efirda 5210 ta odam turibdi mana. 5210 ta odam oldida hozir men chiqib turib yolg'on gapira olmayman, tushunasizlarmi? Ya'ni vaziyatni xohlasanglar, agar sizlarga qiziq bo'lsa, Pirisov tashlasizlar, vaziyatni to'liq tushuntiraman. Va agar YouTube video olinmagan, omomizani aldatib bo'layotgan bo'lsanglar, mana sizlarga YouTube videoni proyektini ko'rsataman, qaranglar mana. Mana Darknet 3 turibdi, ustiga bossanglar, mana qaranglar. Men hech qachon bunaqa aldab bekinadir qilmayman. Mana 6300 ta odam ko'ryapti. Прикиньте, bile. Birinchidan men xursandman, shuncha odamga qiziq bo'lgan. Mana Darknet 3 videosini proyekti, mana qaranglar. Mana qaranglar. Hamma ko'ryaptimi? Shoshilib muzika o'chiramiz shu joyda. Mana Darknet videosi turibdi mana. Ko'rasizlarmi do'stlar, to'liq mana video mana 35 minutlik to'liq uzun video turibdi. Mana biz yana xuddi o'sha holdamiz mana Mametdagi shantajlarni ko'rsanglar jinni qo'yar deydi. Mana qarang. Mana qarang. Короче, bo'ldi, bundan yoqadan ko'rsmoqchiman chunki eksklyuzivность, ya'ni yangicha format yo'qolib qoladi. Lekin eng muhimi aytmoqchi bo'lganim, men obunachilarimni hech qachon olmaganman, bilasiz. Shuni sizlar tushuninglar mana. 8,5 ming odam efirda o'tiribdi. Men 8,5 ming odam oldiga mana shu raqa vaziyat bo'ldi. Mana to'g'ri tushuninglar deb oldinligi chiqayotgan insonman men. Shuning uchun ham eng muhimi anaqa qilmanglar. Qo'y iltimos do'stlar, lekin do'stlar YouTube nima qilib video o'chirib yuboradi? Agarda bilasizlar, hozir 3 ta emasda, qarshi bitta probniy bo'tdi, undan keyin 3 ta strike bo'tdi. Agarda ketma-ket 3 ta strike olsam, kanalim o'chib ketib qolishi ehtimoli bor. Ya'ni 100% o'chib ketib qoladiki, o'chib ketib qolmaydi emas. Ya'ni o'chib ketib qolishi ehtimoli bor. Va shuning uchun ham men hozir hech qilmoqchi emasman. YouTube support yozganmiz mana. Elektron pochtamga, elektron pochtamni ochmayman, chunki har xil hakkerlar bor. Ya'ni guruhga hozir elektron pochtamda hozir biz yozishamiz. YouTube tushunadigan, YouTube bir ozgina ilmi bor odam meni vaziyatimni to'liq tushuntiribdi. Вот, ko'rsatamiz iltimos. Yo'q, to'liq YouTube videosiga qarashni ko'rsataman, do'stlar. Ya'ni YouTube videomni sizlar efirda emas, YouTube kanalida ham kayf ko'rishingiz kerak. Ishonsangiz zo'r kayfsizda. Men efir kayfsizda YouTube video kayfsizligiga hech kim tushunmaydi, ishonasizmi? Ya'ni sizlarni zo'r ham kayf qilishni xohlayman. Mana aldovsizlar, aldovsiz. Aldaganimda men просто nima qilaman, stream qilib jinnimsizlar. Просто mana. Gul men 10 ming odam ko'rib turgan bo'lsa, 10 ming odamdan 0.1%, 10 20 tasi shunaqa fikr bor ekan. Men bilmayman, men qachondir sizlarni aldaganmanmi, sizlar meni aldovchi deb o'ylaysizlar. Xullas, ya'ni aytmoqchi bo'lganim shunaqa gaplar, do'stlar. Lekin men u yerman, agarda ertagacha biz bu muammoni hal qilib, YouTube'ga qo'ya olmasak, bu videoni biz Telegram kanaliga chiqaramiz. Men Telegram kanaliga skillaga tashab qo'yaman. O'tinglar obuna bo'lib qo'ya qolasizlar. Olasizlar obuna bo'lmaydi. Men Telegram kanaliga obuna bo'lishinglar menga jamlab muhim narsa emas. Chunki men Telegram chop odam emasman. Men YouTube berman, bilay. Men YouTube'ga qarab mushlik kontent qilaman va shuning uchun ham o'zimni o'zbek YouTube'da normal obunachilarni yig'ib, o'zimni hurmatimni bir chunki joyga qo'ygan insonman. Men chiqib hayp qilib ortiqcha martaliga men muhtoj odam emasman. To'g'ri tushuninglar buni. Mana просто tak efir 10 ming odam ko'ryapti. Choslar men haypga muhtoj odam emasman. To'g'ri tushuninglar. Men prostagina sizlarga normal kontent ulashmoqchiman, lekin hamma kontent banallik bo'lib, hammasi bir xil bo'lib qolgani uchun men sizlarga yangicha format xuddi datga kirdi, nimadir qildi degan bir ujastik format ulashmoqchiman. Lekin bu vaziyatda YouTube salgina ana qotdilar. YouTube salgina bizdan chiqdi. Вот shunaqa gaplar, shu ham do'stlar naqib, tipa o'tirmanglar. Вот, eng muhimi vaziyat tushundinglar. Kim vaziyat o'chirgan bo'lsa, tashlasini chatga. 10 ming odam efirda. Вот. Shunaqa gaplar, короче. SSC Telegram kanaliga tashab qo'ydim. Chat, qaranglar. Telegram kanal ссылкасы ochib turibdi. Telegram kanalga o'tasizlar, короче, obuna qo'ysanglar, o'shda qolgan ma'lumotlar bo'ladi. Вот shunaqa gaplar, короче, do'stlarim. Men endi nima deyman boshqa? Agarda video, mana qaranglar. Bayt kelishamiz. Agar videoni men ertagacha, mana bugun men o'tdan erta bo'ldi mana. Ertaga ham qo'ymasam, ertaga kech qolmay Telegram kanaliga video tashlayman, o'shda ko'rasizlar, kayf qilib. Shoslar, ya'ni albom videosiga ko'rsataman. Просто YouTube kanaliga qo'shing kerak, chunki videolar reklama bor, pul qo'ygan joyim bor. Chunki bizda har bir videoga kamida 1000 dollar pul ketadi. Qaysi bir menga video 1000 dollar berasizlar. Menga homiyga 1000 dollar bergan. Kam 1000 dollar, no, ko'p pul bergan 1000 dollarni albom aytmoqchi bo'lganim shunaqa. Nimaga hozir Telegramga bu videoni tashlayman? Chunki agar Telegram kanaliga tashlasam, videoni kamida 50-60 odam ko'radi va videom chiqqandan keyin o'sha 50-60 odam aktiv bermaydi va videom rekomendatsiyaga chiqmaydi. Shoslar, mana shunaqa har xil yomon taraflari bor. Va shuning uchun ham do'stlarim, ko'ngil keng qilinglar. Bir kun kutsangiz o'lib qolmaysizlar guruhga qarang. Shoslar, ya'ni men shuncha hal qildim, shuncha pulim ketdi. Lekin mana shu kompyuterda o'tirib, montaj qilib o'tiribman va video chiqqan vaqt bo'lgandan keyin men oxiri efir yoqib odamga yetib qo'ymayotganda, mana bir aldovchi deb o'ylashmasin deb aytib qo'yaman. Shuning uchun ham noto'g'ri tushunmaylar. Do'stlar, hammalarni hurmat qilganim, hammalarga bir
uka sifatida obuna sifatida hurmat qilganim uchun aqoman, ya'ni murojaat qilaman. Esicha Telegram kanalimni skillaga tashib qo'yaman. Telegram kanaliga kelinglar. Mabodo xalq bo'lsa, Telegram kanalida birinchi o'ynaman. Buni Telegram obunachilar biladi. Telegram kanaliga risk obuna bo'linglar. Chunki Telegram kanalda mabodo agar ertaga qo'ymasak, ertaga kechqurun polibom videoni ko'rsangiz Telegram kanalga qo'yaman. Shunaqa gaplar do'stlar. Video chiqadi polibom bo'lsa xotir olmanglar, vaqt qilmanglar. Men shu yerdaman, men ketib qolganim yo'q. Telegram kanalim stories hammasini kuzatib borsanglar, sizlarga informatsiya beraman. YouTube videoni o'chirishni men qattan bilay. Men qattan bilay. Men endi odamlar ko'rsin, kayf qilsin deb aytaman endi. Tipa shunaqa video bo'lsin deyman. Nima qilay endi shuni. Endi YouTube qildi. Bilasiz. Hozir nima tashib o'tiribman o'zim. Menga yoqadimi bilasiz. Shuncha pul tikkandan keyin yana hozir mana gap ish. Ayni YouTubedan bilasiz. Shuning uchun ham do'stlar, qanaqa qilinglar. Faqatgina nima bo'lyapti aytib bering. Aytib beraman, efir boshqa qaytarsizlar. Turadi ekan, bu efir o'chirmayman, shu odam tushib qoladi. Va do'stlar ayting, xuddi mana shu paytda bitta qo'llab-quvvatlaylar, bilasiz. Bitta qo'llab-quvvatlaylar odamni. Shuncha mehnat qildi, shuncha komanda yig'dim, shuncha pul yig'dim, shuncha pul sarfladim. Odamlar o'tirib momentda ko'tarmasdan montaj qildi. Давайте do'stlar bitta qo'llab-quvvatlab chatni yondirgan motivatsiya olyapsiz nima. Давайте chatni tortib beraylik, iltimos. Omon aldoqchi. Bile, chimo sizlar deychimo. Mana ayni aldoqchi kelar. Qanaqasiga shuncha odam chiqib turib, sizga vaziyatni tushuntiraman desam, ashaqa deb gap yozasizlar. Sizlarni bu qatashmayman, ko'rmaylar bo'lsa deyman. Agar men shuncha bir sizga mehnat qilganda mazza ko'rsanglar, bir marta omadim kelmay qolsa agar, sizlar riskga aldoqchiga chiqib hech qilsam ko'rmayman. Aytib tashlayman, rozman saytsizlar. Menga onasi nima. Kamgina bo'lsa ham muhim sifatli odam kerak. Muhimi kam bo'lsin, lekin muhimi mana onasi nima og'ir kunini ham turib, omonga siz qo'l qotlaymiz, bo'lsin bo'ldi. Menga nima kerak bor million odam lekin mana bitta shuncha yaxshi bitta xato bo'lsa yomon odamlar. Давайте mana qo'l qotlay onasi nima, shuncha harakat qilmaman. Ayt ko'chlik ishlarimni tashlab kelib turib kam turib odam o'tirmas soatlar. И bitta sizga vaziyat tushuntirsam, men bitta yana 2 odamni xayt qilib. Do'stlar nima bo'lmaydi? Shoshlan sizlar. Sizlar bo'lgan sharoit emaslar, sizlar просто video ko'radigan xolos. Mana aytda $1000 kuyib ketdi. Shoshlanmi? Kamida $1000 kuyib ketdi pulim. Ya'ni bu yerda men kim xafa bo'lishga bo'lsa xafa bo'laman. Shoshlan shu ham просто men muhim qo'l qotlaylar. Bo'ldi. Xo'p, Telegram kanal xudoshi, Instagram xudoshi, obuna bo'lib ko'rsatinglar do'stlar. Bilasiz, Omonxon o'rishni ko'radi. Bir marta tushaman mana, bilasiz, ayol. Omonxon aldoqchidan bo'ldi ko'rmayman, aldoqchi bo'lsam ko'rmayman aldoqchini. Boring boshqalarni qo'ying, qani kim chiqarib chiqarib bergan. Mana hamma Omonxon aldoqchi bo'lib chiqaman. Onasi nima ko'rmayman mana, bo'lmasa mana shuncha harakat qilsam, ertaga qachon chiqadi Omonxon ekan. Omonxonning videolari 2 yil davomida faqat 16:00 chiqadi, ertaga chiqsa 16:00 chiqadi. No, qattiq ertaga chiqadi, chunki masalan, YouTube masalan bayk bergan joy, qonli joylar bor edi, xususiy qo'rqinchli joylar bor edi. Короче, baqir olgan, yig'ib olgan joylar bor. O'sha ya'ni psixologik odamga ta'min beradigan, o'sha joylarni kesib tashlaymiz bo'lsa, o'sha kesib chiqaramiz. Ya'ni polibom chiqarib bergan xohlamaydi. Chunki bilasiz, bu videoni millionlab odamlar kutdi. Atigi 20 kunda 5 million bo'ldi birinchi qism. Ya'ni men bilaman nima qotganim. Shuning uchun ham do'stlarim, muhim qo'l qotlaylar. Muhim qo'l qotlaylar mana. Mana Omon aldoqchi davom etdi, yana yozdi, buni ham bo'lib ko'ramiz. Ya'ni agarda sen og'ir paytimda men qo'l qotimga hamma hech kim ko'rmasin. Chunki bilasiz, nima kerak bor mana odamlarni ko'rishman. Yomon aldoqchi bo'lsam, yomon odam bo'lsam, men ko'rmaylar iltimos. Aka qilmang, biz bormiz. Da ko'raman mana. Hamma omad tilovat tikkish omad tilmaga borib ko'zga ko'radi, nima qilyapti. Shunaqa endi odam xarakter shunaqa. Okey, agarda video YouTubega qo'yolmasangiz qayerga chiqadi? Telegram kanaliga men Telegram skillaga tashlaman, omad aytaman. Agarda videoni men ertaga ustiq qilmasam, YouTubega qo'yishga, ya'ni ustiq qilmasam nima? Iloji bo'lmasa YouTube yana bayk berib tashlasa, Telegram kanaliga chiqaramiz, polibom. Yana videolar polibom ko'rasizlar. Sizlarga video chiqadi deb va'da berganman, o'sha videoni chiqaraman. Telegramga, Instagramga polibom, muhim sizlar videoni ko'rasizlar. Va'damda turaman. Shuning uchun ham xavotir olmanglar. Ya'ni shu Telegram skillaga tashlaman, o'tib obuna qo'yib, polibom Telegram kanalida dafiga informatsiya, uzr. Biz emotsiya beraman. Ko'p informatsiya beraman. Ya'ni video qachon chiqadi, video qanaqa bo'lyapti, video nima bo'lyapti. Shuning uchun ham polibom obuna qo'ysangiz zarari yo'q. Xo'sh, shu do'stlar, xafa bo'lmang, omad, rahmat. Mana hamma omad tilotgan, omad yozganlar rahmatlarni ko'raman. Sizlar uchun shalom olasizlar. Mana, xolisizlar endi chat. Yangi video tarqalib boshlaymiz deb biz mana yangi video tarqalib ko'rib yurdim o'zi. Mana men gol sanishga ishonmasizlar mana. Men sakaz qolman sizlar uchun videolar mana kuchli bo'lsin qarang. Men har kuni bugun ertalabdan gol tashlab, men sexliga yana yangi merchandise zakaz beraman, чтобы videodagi odamlarni kiyimi просто omad yozgan hamma rahmat, omad yozgan hamma ko'raman. Chat davay bosilgani. Mana hamma shu yozayotganlarni ko'raman-da. O'sha merchandise zakaz qolmanda, yangi videoga 4 emas 5 kishi qatnashadigan bo'ldi. U video uchun dacha bron qildim men hozir. Dachani o'zi bilsa kamida $400 bo'ladi. Dacha bron qildim, kamera, ya'ni ishlolmas do'stlar, men ishlolman, onasini aytsin, ishlolman. Yana bitta uy olmadim, yana to'g'risini qilmadim, ishlolmas uchun. Davay shu uchun bilet aktiv bo'lasizlar. Chosam menga men pul cho'ntagimga urib turaman, men pul sizga qaytib qolman, чтобы auditoriya qaytsin. Chiqaylik bilet. Chiqaylik O'zbekistondan keyin yana daraja ishlaylik, ko'tarilik biz. Bizning kimni partiyamiz davlat partiyasi qilamiz. Bizda yoshlar bor, bizda juda katta auditoriya bor, bizda juda katta ishlaydigan odamlar bor. Shuning uchun ishlaman. Va mana, o'qi, podarka degan narsa bor ekan YouTube'da. Ikkinchi men ko'rdim hozir. Hop, kimni podarka tashladi menga, ismlarini o'qib qo'yib baribir, chunki Davidov degan odam menimcha. O'zimcha ko'rmadim, no, podarka prям o'zicha o'qib chiqardi. Rahmat, omad hamma o'qaman. Hamma o'qaman, omad yozgan. Mana Nazarovni ko'raman, Husan degan odam yozibdi. Nazarov, Xorazm, Pabek 12 degan odam mana. Ko'raman hammalarni. Shu do'stlar. Eng muhim vaziyat to'g'ri tushuninglar. Mana atalab men qo'limda bo'lsa edi, men chiqarardim do'stlar. Men nimaga chiqarmayman? Chunki birinchidan bu yo'q chiqarsam men nima pulishlayman. Ya'ni pulishni joy qismayman. Jinni emasman, ko'p bilet. Chunki yangi video pul kerak o'shani olib keldim. Ya'ni men nimaga buncha o'zim oqlaman? Chunki menga muhim. Sizlar men haqimda o'ylayotgan fikringlar. Sizlar mana bir aldoqchi yoki bir haypajot o'ylab qolmasliginglar menga muhim. Chunki men mana shu joyga kelgungacha nimalardan kechganim, qanaqa uxlamasdan ishlaganim, qancha mana Davidov keldi-da, yana Padar keldi. Mana qancha mehnat qilib, prям urugar uxlamasdan yuzlarimdan sochlarimdan to'kilib ketgungacha vitaminsiz qolib charchoq bilan organizm qiynab ishlaganini bilaman. Va shuncha kelgan narsani bittagina video uchun bilet yo'qmayman. Shuncha kelgan hurmatni manipulyatsam. Shu uchun sizlar fikringlarni aytib qo'yinglar. Darknet 3-qism suratga olingan, to'liq. Mana yana bir marta ko'rsatib qo'ying. Mana qarang. Mana papkaga kiraman mana. Mana papkaga kiraman. Mana Darknet 3 ko'rsalash papkani. Mana katta qilib Darknet 3 ta papka bor. Ichiga kirsalar mana. Men bitta mana tayyor degan papka bor. Mana shu videoni qo'yganmiz 10 gigabaytli. Lekin bu videoni YouTube bayk berdi. Короче. Вот mana 35 minutlik video, короче. Xudo xolasa, ertaga chiqadi, ertaga ja YouTube qo'yolmasa, YouTube baribir berib yo'q qolsa, mana shu Telegram kanal skillaga Telegram kanal chiqadi. Shunaqa gaplar do'stlar, bo'ldi. Jajjoz ordan 17 minut. Efirda 70 ming odam ko'rdi, salkam 17 minutda. Bu narsa uchun sizlarga rahmat. Bu birinchi o'rinda menga hurmat ila va yana boshqa har xil menga priятно bo'lgan narsalar. Men hamma to'g'ri, hamma qo'l qotlagan, yaxshi kunda men videolarimni millionlab ko'rib qaytgan odamlar, men o'g'il kundan podpiska qilgan aytaman. Masalan, men shu qo'l qotib chiqaman. Hammalarga rahmat. Charchamaylar, mayli montajga qaytdim. Yangi informatsiyalarni Telegram kanalida stories beraman. Albatta kuzatinglar. Bu efirni o'chirib tashlayman. Tursin, odamni ko'rsin va imkoniyat to'g'risin. Hamma omad yozgan chat o'qaman, seni yaxshi ko'raman. Onasini neymisan? Xudo haq. Hammasini to'g'rilayman. Boshqa harakat qilaman. Da charchamaylar.